Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayının çağırıqıga asasən 9 dekabr Uyghur irqi qırğınçılıq günü münasibəti bilan bütün dünya miqyasida Xitayning irqi qırğınçılıqqa qarşı bir tutaş ilib berildigan narazılıq fəaliyyətlərində 24 noyabr Ürümçi ot faciəsi asaslıq təşviqat məzmunlarının bir qılındı. Qurultay mərkəzi orqanı və hər qaysı əllərdə fəaliyyət ilib beriyotgan Uyghur təşkilatları bu haqda ciddi səfərbərlik ilib barmaqda. Dünya Uyghur Qurultayının ərzi bilan 2020 yılı Londonda qurulğan Uyghur Sot Kollegiyası 2021 yılı 9 dekabr günü Xitay hökumət Uyghurlarga qarta irqi qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət yürgüzüyotudu deb hökm çıxarğan və Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim Uyghur Sot Kollegiyasının hökmü elan qılınğan 9 dekabr günü Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən Uyghur irqi qırğınçılıq günü deb bekitkənligini jakarlığan. Şundaqla muhaciratdagi qarindaşlarımızны Uyghur xalqı üçün zor tarixi əhəmiyyətə ega bolğan bu günni unutub qalmaslıqqa və hər yili xatırlab turishqa chaqirgan edi. Qurultay mərkəzi işxanasının stansiyamızga bildirishicha 9 dekabr Uyghur irqi qırğınçılıq günü münasibəti bilan dunyodagi 20 dan ortiq davlat və şəhərdə Xitayning irqi qırğınçılıqqa qarşı namoyishlar, guvohlik yig'inlari, axborot e'lon qilish yig'inlari, muhokama yig'inlari, nazr faoliyatlari o'tkaziladi və bu faoliyatlarda Qurultay tərəfindən bir tutash bekitilgan hashtag, logo və jiletkalar ishlatildi. Undan boshqa yana xalqarалық kishilik huquq tashkilotlari bilan Uyg'ur tashkilotlari 9 dekabr Uyg'ur irqi qirg'inchilik kuni munosabati bilan birlashma bayonot e'lon qildi. Shundaqla Xalqaro parlamentarlar birligi IPAK və hər qaysı dövlətlərinin parlamentlərində qurulğan Uyğur dostluq qruplarının 9 dekabr Uyğur irqi qırğınçılıq günü münasibəti bilan məxsus axbarat və bayanatlar elan qilish qo'lga keltirildi. 9 dekabr Uyğur irqi qırğınçılıq günü münasibəti bilan inglizcə, nemiscə, ərəbcə, türkcə, Uyg'urcha və Xitoycha tillarda ayrim holda tor muhokama yig'inlari o'tkaziladi. Inglizcha va Uyg'urcha tillarda maxsus tashviqot filmlari ishlab tarqatiladi. Dunyo Uyg'ur Qurultayı bu vaqtdagi safarbarlik va tashviqot harakatini boshlatgandan buyon har qaysi ellardagi siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz bas-basda videoli qisqa bayonotlarni e'lon qilib, o'zlarining qo'llashini ifoda qilib kelmoqda. Aziz vatandaşlar, 9 dekabr kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayining uyushtirishi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur soti Xitayning Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan vahshiyona jinoyatlarini butun dunyoga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb jakarlagan tarixiy bir xotir kundir. Bu kunni har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkistonlik unutmasligimiz kerak, uni xotirlashimiz kerak. 9 dekabr ko'rishaylik. Uyg'ur sot kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr biz Uyg'urlar uchun, ya'ni Sharq Turkiston xalqi uchun tarixiy bir kun. Shundaqla Dunyo Uyg'ur Qurultayı tərəfindən e'lon qilingan Uyg'ur irqi qirg'inchilik kuni. Bu kunni har zaman esimizdə tutaylı. İşlemizki Xitoy hökuməti Uyg'ur qirg'inchiligining badalini məngi to'laydi. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim aldığın günü Himalaya Asiya Tədqiqat Mərkəzi bilan Tibet Yaşlar Qurultayı birlikdə ötküzgən Xi Jinping hökmranlığında Xitay müstəmləkələrinin təqdiri namlıq tor yığınına qatnaşıb qılğan sözüdə mundaq deb görsətdi. Xitay hökuməti yuqumni nölgə düşürüş siyasətini icra qılıyatqılı 4 ayga yaqin boldu. Biz qancha adamning açlıqdan və davolanalmaslıqdan ölgənligini bilməyimiz. Çünki 2017 yıldan başlap Şərq Türkistandan aniq uçur ilish nəhayət təslişib ketdi. Yaqında ijtimoiy aloqa vositalarida tarqalgan videolardan 24 noyabr kuni kechda Ürümchida o't afati yuz berganligini bildik. Xitoy hukumatı 10 odamning kuyib o'lganligini e'lon qildi. Ammo haqiqiy son buningdan ko'p. Ular uyiga solinib qilib o'lganlar. Xitoy hukumatı ularni shu yerda kuyib o'lishga mahkum qildi. Mana bu bugun yuz berayotgan ishlar. Shunga deymizki, vaziyat kundan kunga yomonlashib ketyotdi. Biz xalqaro jamiyatni, bo'libmi demokratik ellarni Xitoyga konkret harakat qo'llanishga chaqiriq qilamiz. Dolqun İsa əpəndim so'zlayani Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 70 necha yildan buyon Uyg'urlarni millat sifatida yo'qotishning har xil usullarini sinab qilib kelayotganligini, Xi Jinping davri boshlangandan buyon mustamlika va milliy assimilyatsiya siyosatini keng ko'lamda va qabih usulda ijro qilayotganligini, amaliyotda bo'lsa Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, Xi Jinping bu qatam Xitoyning ömürlük hukmron bo'lib olgandan keyin davomli yo'lga qo'yayotgan yuqumni qamal qilish siyosatining bu yil Uyg'ur qatorliq millatlarga tixim zo'r balay afat ilib kelganligini, 3 milliondan ortiq insonni lagerlarga solash, ayollarni xo'rlash, ballarni to'plab mingsini yuvish, yoshlarni majburiy emgak silish qatorliq jinoyatlari oz kelgandek, bugungi kunda fuqarolarni uyiga solab och qo'yib o'ltirish, kasal qilib o'ltirish degandek jinoyatlarni sodir qilayotganligini ta'kidlab o'tdi.
Kanada Tibet Hareketi İnstitutining direktori Ladon Titong bu muhokama yig'inida qilgan so'zida Xi Jinping hokimiyat yo'l qo'ygan yuqumni tizginlash siyosati keltirib chiqargan bu keng ko'lamlik namoyishning mustamlik ostidagi millatlarning ozodlik yurishi uchun bir fursat sunishi mumkinligini, yangi avlod Xitoy yoshlari namoyishga chiqqan ahvolda Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlar har vaqt o'zining ayrim millat, ayrim davlat ekanligini unutib qolmasligi kerakligini ta'kidladi. U mundaq dedi: Xitoy fuqarolari namoyishga chiqqanda o'z kimligimizni saqlashimiz nihoyat muhim. Xitoy yoshlarining har qaysi joylarda namoyish ko'tarishi bizni ilhomlantiradi. Ammo shuni bilishimiz kerakki, garchi taqdirimiz Xitoylar bilan bog'lansimi, biz ayrim millat, ayrim davlat. Mustamlik qilingan zaminimizda yashayotgan Xitoylar ko'chaga chiqib namoyish qila oladi. Kamerani oldiga kelib vaqira oladi. Ammo Tibetliklar yoki boshqa millatlar oldirab oldiga chiqa olmaydi. Mana bu mustamlik zamindagi ikki xil siyosat, ikki xil muomala. Tibetler ve Uygurlar öz zeminimizden, öz takdirimizni özümüz belgileş hukuki ve igilik hukukumuzdan qat'iy voz kechmasligimiz kerak. Dünya Uyghur Qurultayı Uçur Teşviqat Merkezining müdiri ve Uyghur Adliya Arxiv Ambirining direktori Baxtiyor Ömer, Qurultayning bayonotchisi ve Qurultay Ayollar Komitetining müdiri Zumratay Erkin, Gollandiyadagi jasur lager şahitlerimizden Qalbinur Sidiq ve Ömer Bekalilardan tarkib topgan Qurultay heyeti 29 noyabr kechda Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining uyushtirishi bilan Adelaide shahrida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bilan uchrashish va suhbat olib bordi. Adelaide bo'lsa Avstraliya bo'yicha Sharq Turkistonliklar eng ko'p o'ltiraqlashgan rayonlarning biri bo'lib, ularning ichida Uyg'urlardan boshqa yana o'zbek, tatar, no'g'ay qatorliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning soni xeli ko'p. Qurultay heyeti shu kuni tushdan burun Janubiy Avstraliya parlamentida o'tkazilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi guvohlik yig'iniga qatnashib guvohlik bergan. Shundaqli Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati tomonidan parlament binosi oldida o'tkazilgan namoyishga qatnashgan edi. Qurultay heyetining sharifiga Adelaide shahrida o'tkazilgan qarshi ilish va suhbat yig'iniga ko'p sonli qarindoshlarimiz qatnashdi. Murosimda so'z qilgan Janubiy Avstraliya Islom jamiyatining muavin raisi Abdusalom Qarim, Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining sobiq raisi Nurmuhammad Turkistoni va Adelaide shahrida yashayotgan bir qism qarindoshlarimiz qilgan so'zlarida Qurultay heyetining bu qitimqi Avstraliya ziyoratini qizg'in qarshi olganligini va ularga muvaffaqiyat tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarini Shundaqla Xitoyning irqiy qirg'inchiligini dunyoga pash qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan Gollandiyadagi lager shahidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Ömer Bekalining Avstraliya ziyoratidan cheksiz g'urur va iftixorlanish his qilganligini, ularning bu qitimqi Avstraliya ziyorati jarayonida Avstraliya federal parlamenti, Sidney yerlik parlamenti va Janubiy Avstraliya parlamentlarida bergan guvohliklarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Avstraliya federal parlamentida qabul qilinishi uchun turkilik rol o'ynaydiganligiga ishonganligini bildirishdi. Suhbat yig'ini jarayonida Qurultayning bayonotchisi va Qurultay Ayollar Komitetining müdiri Zumratay Erkin xonim jamoatga Qurultayning xalqaro siyosiy sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari, Sharq Turkiston davosining va Uyg'urlar masalasining xalqarodagi yangi yuzlanish haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga yig'in ahlining Qurultay haqida so'rgan turli savollarga astoydillik bilan javob berdi. Lager shohidlaridan Qalbinur Sidiq va Ömer Bekalilarmi qilgan so'zlarida o'zlarini qizg'inlik bilan kutib olgan Avstraliyadagi vatanparvar, mehmondo'st va diyonatli Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızga alayda rahmat aytish bilan birga Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurashiga qatnashishining har bir Sharq Turkistonlikning bosh tortib bo'lolmaydigan milliy, diniy va vijdoniy burch ekanligini, bo'libmi vatan ichidagi xalqimiz tarixdan buyon misli ko'rilmagan zo'r qirg'inchilik duchor bo'layotgan bugungi kunda muhojirat yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning milliy kurashimiz uchun eng zo'r darajada fidokorlik ko'rsatishi lozimligini ifoda qilishdi. Gerçi ular aqllari bo'lsa-mu, haqni o'ylamaydi, tafakkur qilmaydi. Gözleri batır, hakkını görmeydi. Kulakları batır, hakkını anlamaydı. Ular hayvandak. Belki hayvandır da belki. Hayvandak olan olsun, hayvanın hançılık olsa bir sıkıntı gelip lan, yüzden yemek için bir neyse oğlak yeydi. Ama kilip de bir kadın başına doğup yorup tutarda tutmaydı. Şuna Allah Kur'an'ı bunu tasdik ediyor. Biz ondak tasirleyemeyiz. Zalimlerin kılmışlarını Allah tasirleyen tasirleyemeyiz. Ama bu tragediye, biz yaşavatkan tragediye, yenice bir uslupta biz yaşavatınız. Ama bir hakikatini şu arkadaşlar sizlerle sunmakçı. Hukuk hikayesi nimede şu kararlarda bir otur koyuldu. Bu birinci kıtımda Mecnun'un yapi Uygur davasını altılattığını zemiyede. Lekin VDT'nin çıkışlar oldu, VDT'nin Ali Komisarısı'nın doklatını çıkardı ahiri. Lekin aldığı ayda şu VDT'nin Human Rights Council'dayız. Kişi hukuk hikayesi de Uygurlar doğrulup bir ciddi şekilde rejimi. Cemiyetler olsun, mağarip sesini çıkarılma yaşaklar bu arasında üçünde yaşlarından kalan
keyin bu adamlar nishlar nimasi bo'yicha Hidayatulloh Osmonlar chaqirib diniy olim, islom olimiga turishtirish uchun unga qatnashdik. Undan keyin dunyo bilan nurg'un faoliyatga chaqirdi. Demak, biz hech qanday bir tashlab tayyor emas. Biz Sharq Turkiston xalqiga tayyormiz. Biz bir isbot, moddiy isbot, tirik isbot. Bizda qanday tashkilot, qanday shaxs mush dardimizni bir anlatib, bir mush xalqaro qonun Zümratay Erkin, Baxtiyor Ömer, Qalbinur Sidiq va Ömer Bekalilardan tarkib topgan qurultay heyeti Adilaytdagi ziyorati jarayonida yana butun hayotini Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurishiga atagan peshqadam ustozimiz Ahmad Egambardan uyda yo'qlab qurultay nomidan hol so'radi. Qurultay heyetining Janubiy Avstraliyadagi faoliyatlari davom qilmoqda. Bugun, ya'ni 30 noyabr kuni qurultay heyeti Avstraliya Tangirtaq ayollar uyushmasi, Janubiy Avstraliya Universiteti va Avstraliya kishilik huquq tashkiloti tarafidan birlikda uyushtirilgan Uyg'ur majburiy emkiga qarshi turish nima uchun Avstraliya uchun muhim degan temadagi muhokama yig'iniga qatnashdi. Yig'inda Zumratay Erkin xonim Uyg'ur majburiy emkiga chetishlik mahsulotlarining dunyoga tarqalish ahvoli haqida doklad berdi. Ömer Bekali va Qalbinur Sidiqlarmo Xitoyning jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi haqida guvohlik berdi. Yig'inning butun jarayoni istansimizning YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatildi. 24 noyabr Urumchi fojiasi muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga bo'lgan o'chmanligini hassilab oshirgan. Har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari Urumchi fojiasi yuz bergandan buyon butun dunyo miqyosida Xitoyga qarshi keng ko'lamli norozilik harakati boshlatgan edi. Bu xil norozilik harakatlari hozirmi ham davom qilmoqda. 26 va 27 noyabr kunlari Kanadaning Toronto, Vancouver, Edmonton shaharlarida, Amerikaning Washington, Los Angeles shaharlarida, Avstraliyaning Adelaide, Sydney shaharlarida, Yaponiyaning Tokyo shahrida, Turkiyaning Istanbul, Anqara shaharlarida, Yevropaning Parij, Berlin, München, Amsterdam, London, Stockholm shaharlarida keng ko'lamli namoyishlar elib berilgan edi. 28 noyabr kuni tushdan burun Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakatining uyushtirishi bilan bir qism Uyg'urlar Amerika Tashqi ishlar ministrligi oldiga to'planib norozilik namoyish qildi. 28 noyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xtining tashkillashi bilan Ottawa universitetida norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishchilar 24 noyabr Ottawani qattiq ayblash bilan birga shu kuni mazkur universitetga ziyorat kelgan Xitoy bosh elchisi Song Peiwuning Kanada hukumatini ayblash mazmunidagi so'zlarga raddiya berdi. Shundaqla mazkur universitetning vositalik holda Uyg'ur qirg'inchiligiga sherik bo'lganligini tanqidladi. 28 noyabr kuni kech soat 6 da Belgiyadagi bir qism vatanparvar Uyg'ur yoshlari Antwerpen shahrida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik va 24 noyabr Urumchi o't ofatida shahid bo'lgan qarindoshlarimizga ta'ziya bildirish faoliyati olib bordi. 29 noyabr yana Belgiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Bryusselda Urumchi shahidlarini xotirlash faoliyati o'tkazildi. 29 noyabr kuni kech soat 7 da Nyu-York shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazildi. Bugun, ya'ni 30 noyabr kuni tushdan keyin Norvegiya Uyg'ur komitetining uyushtirishi bilan Oslodagi parlament binosi oldida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish va 24 noyabr Urumchi shahidlarini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Urumchi fojiasi yuz bergandan buyon Turkiyadagi qarindoshlarimiz har kunidagidek Istanbuldagi Xitoy konsulxonasining oldiga to'planib, o'zlarining mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilib kelmoqda. Bugun, ya'ni 30 noyabr sahar tong etishdan burun Xitoy konsulxonasining oldiga kelib to'plangan fidokor qarindoshlarimiz qattiq sovuq va shivirg'onga qaramasdan namoyish olib bordi. Oldingi kuni bo'lsa bir qism jasur qarindoshlarimiz Xitoy konsulxonasi oldida kechish tunash orqali o'zlarining noroziligini ifoda qilishdi. Bu xil norozilik harakatlari boshqa ellardami har kunidagidek davom qilib kelmoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.